Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Sizlar bilan bugun Mega Kimyo 2022-yil birinchi mavzudan 70, 71, 72, 73-masalalarni ko'rib chiqamiz. Demak, 70-masalaga qarasak, 3,36 litr normal sharoitda vodorodning massasini grammda toping degan. Demak, birinchi modda miqdorini topib olamiz. 3,36 litrni n teng 3,36 litrni 22,4 litrga bo'lsak 0,15 mol kelib chiqadi. Vodorod massasi bilamiz, molekula holda 2 gramm taqsim molga teng. Molyar massasi 2 gramm taqsim molga teng. Massasini topsak 2 gramm taqsim molni 0,15 molga ko'paytirsak 0,3 gramm kelib chiqadi. Demak, bizda 70-savolimizning to'g'ri javobi D javob bo'ladi. 71-savolga qarasak, 25,6 gramm oltin gugurt toroksid hajmini normal sharoitda litrda toping. Demak, oltin gugurt toroksid molyar massasi 64 gramm taqsim molga teng. Modda miqdorini topsak, 25,6 grammni 64 gramm taqsim molga bo'lsak, grammlar qisqarib ketadi, 0,4 mol kelib chiqadi. Demak, hajmini topsak, 0,4 molda normal sharoitimiz 22,4 litrga teng. 0,4 molni 22,4 litrga ko'paytirsak, 8,96 litr kelib chiqadi bizda hajm. Demak, 71-savolimizning to'g'ri javobi C javob. 72-savolga qarasak, 32 gramm oltin gugurt toroksidning hajmini normal sharoitda litrda toping degan. Bu ham xuddi shunaqa ishlashi. Oltin gugurt toroksid molyar massasi, molekulyar massasi 64 gramm taqsim molga teng. Miqdorini topamiz. 32 grammni 64 gramm taqsim molga bo'lsak, 0,5 mol kelib chiqadi. Hajmini topsak, 0,5 molda 22,4 litrga ko'paytirsak, bizda 11,2 litr kelib chiqadi. Demak, 72-savolimizning to'g'ri javobi D javob. 73-masalaga qarasak, 8,8 gramm karbonangidrid hajmini normal sharoitda litrda toping degan. Bu ham xuddi shunaqa. Ya'ni ishlash tartibi bir xil. Karbonangidrid molyar massasi, molekulyar massasi 44 gramm taqsim molga teng. Miqdorini topamiz. 8,8 grammni 44 gramm taqsim molga bo'lsak, 0,2 mol kelib chiqadi. Hajmini topsak, 0,2 molni 22,4 litrga ko'paytirsak, bizda 4,48 litr kelib chiqayapti. Demak, 73-savolimizning to'g'ri javobi A javob. Ya'ni mana bu yerda qo'shimcha qilib keltirganman. Normal sharoit degani bu har doim 22,4 litrga teng degani.